Bugungi forumga 7,5 mingdan ortiq delegat, jumladan 100 ga yaqin davlatdan salkam 3 mingta xorijiy mehmonlar ishtirok etmoqda. Biz buni avvalambor mamlakatimizga bo'lgan hurmat, o'zaro ishonch va yaqin hamkorlikning chinakam ifodasi sifatida qabul qilamiz. O'zbekiston zaminiga xush kelibsiz, qadrli do'stlar. Dunyoda tinchlik, adolat va inson qadriga bo'lgan umumiy ishonchni tiklash har qachongidan ham muhim deb o'ylaymiz va bunga O'zbekiston juda katta harakat qilyapti. Forumning asosiy mavzusi bo'lgan investitsiyalar faqat iqtisodiy taraqqiyot emas, balki tinchlik va barqarorlikning kafolatidir. Keling birgalikda shunday investitsiya muhitini yarataylikki, u daromad keltirish bilan birga inson qadrini ulug'laydigan, uning hayot manfaatlarini ta'minlaydigan va jamiyat ravnaqiga xizmat qiladigan mustahkam poydevorga aylansin. Uzbekistan is a perfect example what happens where there is high level of ambition, clear vision about the future, strategy, professional and dedicated team, and of course, strong and enlightened leadership. Biz uchun investitsiya faqatgina moliyaviy manba emas. Biz uchun bu texnologiyalar, bilim, malakali kadrlar, xalqaro ishlab chiqarish zanjiriga qo'shilish, ya'ni haqiqiy taraqqiyot demakdir. O'zbekiston mana shunday ezgu g'oyalar bilan keladigan xorijiy investorlarga barcha sharoitlarni yaratib beradi. Ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlaydi va buni kafolatlaydi. Eng muhimi, muloqotga ochiq davlat bor va hamkorlikka tayyor mehnatkash xalqimiz bor. I like Uzbekistan. Uzbekistan is a beautiful country. Uzbekistan is a country with a beautiful people and very wise president. Mr. President, thank you for your hospitality. Thank you very much.